Ikkinchi bob hamma to'plangan. Faqat Muso ismli qora qarg'agina ko'rinmasdi. U orqa eshikning tepasidan chiqib turgan to'singa qo'nganicha qulab qolgan edi. Musoning ko'zlaridan yumib olib uxlayotganligi uzoqdan sezilmasdi. Qari mayor unga sinchiklab qaradi va juda qulay joyga qo'nib olib, hikoyamni tinglash uchun butun vujudi bilan berilib turibdi deb tomog'ini qirib turib so'z boshladi. O'rtoqlar, kechagi tunda ajoyib va g'aroyib tush ko'rganligim haqidagi xabar allaqachon orangizda tarqalib bo'lgan, lekin men ko'rgan tushum haqida keyinroq so'zlamoqchiman. Avval meni o'ylantirib yurgan ayrim fikrlarni sizlarga aytib beray, o'rtoqlar. Men ko'p gapirmoqchi emasman. Men juda uzoq yashadim. Og'ilxonada yolg'iz qolgan paytlarimda ko'rgan, kechirgan voqealarimni sarhisob qilish uchun vaqtim yetarli bo'ldi. Nazarimda, yorug' olamda yashashning maqsad mohiyatini va ahamiyatini boshqa hayvonlarga qaraganda yaxshiroq tushunaman desam xato bo'lmas. Shu sababli ham meni o'ylantirgan muammolar haqida sizlarga gapirib berishni muqaddas burchim deb hisoblayman. O'rtoqlar, turmushimizning qiyinligi haqida biror marta o'ylab qo'yganmisizlar? Menimcha yo'q. O'rtoqlar, haqiqatdan hech qachon qochib bo'lmaydi. Bor haqiqatni ko'zingizga tik qarab turib aytishim kerak. Bizga tabiat tomonidan berilgan qisqagina umrimiz mehnat va mashaqqatlarga to'la ekanligi haqida hech o'ylanganmisiz? Qashshoqlik bilan yashashimizning sabablari sizlarni biror marta qiziqtirganmi? Vaqtga to'liq bo'lgan farovon, to'kin sochin hayot haqida esa gapirmasam ham bo'ladi. Umrim davomida qornimiz to'yib ovqat yeganimizni aslo eslay olmayman. O'rtoqlar, bo'sh qop tikka turmasligini yaxshi bilasizlar. Oyoqda tik turishimiz va ochimizdan o'lib qolmasligimiz uchungina odamlar ovqat berishib kelishdi. Holbuki biz ertadan kechgacha tinim bilmay ishlaymiz. Ayniqsa, kuchli hayvonlarni ishga yaroqsiz bo'lib qolgunlaricha ayovsizlik bilan ishlatishadi. Kuch-quvvatlarini zulukday so'rib olishadi. Angliyada yashovchi hayvonlar umr bo'yi to'kin sochin, farovon va baxtli hayot hamda dam olish nima ekanligini bilishmaydi. Aqllarini tanibdiki, mehnatdan boshlari chiqmaydi. Faqat bolalikning qisqagina davrlaridagina o'ynab qoladilar. Keyin esa mashaqqatli mehnat va hayvon jismini kemiruvchi hamlardan boshlari chiqmaydi. Angliya hayvonlarining haq-huquqlari o'z qo'llarida emas, ular erksizlik va qullikka mahkum etilgan. Ha, bu ko'z bilan ko'rib turgan aniq, rad etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Xo'sh, bu tabiatning adolatli qonunimi yoki Angliya mamlakati nihoyatda qashshoq bo'lganligi sababli ham o'zining hayvonlarini boqib ololmayotganligidanmi? Yo'q, o'rtoqlar. Ming marotaba yo'q, o'rtoqlar. Angliyaning yerlari unumdor va serhosildir. Ob-havosi esa mo'l hosil olish uchun juda qulay. Ona yerimiz o'z zaminida yashayotgan hamma hayvonlarning qornlarini to'ydirishga qudrat yetadi. Yerdan olinadigan hosilimiz turmushimizning serobgarchiligi va mo'l ko'chiligi uchun yetarli bo'ladi. Faqat biz yashayotgan ferma yerlarining o'zi 12 ot, 20 ta sigir va 400 lab qo'yni boqqa oladi. Ular ferma yerlaridan olinadigan hosil evaziga jannatda yashaganda yashaydilar. O'rtoqlar, biz orzu qilayotgan to'kin sochin, farovon va ozod hayot shak shubhasiz bizga nasib qiladi. Shunday ekan, nima uchun biz mehnat va mashaqqatlar ichida qornimiz to'ymasdan yashashimiz kerak? Biz mehnat qilib yetishtirgan mahsulotning ko'p qismini odamlar qo'limizdan tortib olishmoqda. Meni o'ylantirib yurgan hamma muammolarning javobi, o'rtoqlar, shu masalaga borib taqaladi. Anglayapsizlarmi, o'rtoqlar, insonlar bizlarning ashaddiy dushmanlarimizdir. Agar hayot sahnasidan odamlarni ko'tarib tashlasak, ochlikning ham, xo'rlikning ham ish vaqtidan tashqari majbur qilib qilinadigan qo'shimcha mehnatlarning ham ildizlari abadil abadga qirqiladi. Inson mahsulot bermaydigan yagona maxluqdir. U sut ham bermaydi, tuxum ham tug'maydi. Fermaning yer maydonlarini shug'urlashda omoch tortishga ham yaramaydi. U juda ojiz va notavon. Hattoki tez yugurib quyonni tutib olishga ham qodir emas, lekin o'rtoqlar, inson hamma hayvonlarga hukmini o'tkaza oladi. Hayvonlarni ayovsiz ishlatib, ochlaridan o'lib qolmasliklari uchungina ovqat berishadi. Oziq-ovqatning ko'p qismini esa o'zlari uchun sarflashadi.
Bizning kuchimiz va mehnatimiz bilan yer haydadilar. Go'ngimiz bilan yerlarni o'g'itlaydilar. Lekin bizchi? Biz hayvonlar suyagimizga yopishib ketgan teridan boshqa hech narsaga ega bo'lmaymiz. Oldimda tikka turgan holda ko'zlarini menga tikib turgan sigirlar o'tgan yili necha galling sut berganingizni bilasizmi? Buzoqlaringizning sog'lom va salomat o'sishlari uchun kerak bo'ladigan ona sutlari qayerga ketdi ekan? Bu sutlar oxirgi tomchisiga qadar ashaddiy dushmanimiz bo'lgan odamlarning tomoqlaridan o'tib, jig'ildonlarga tushib ketgansizchi, tovuqlar o'tgan yili qancha tuxum tuqqanligingizdan xabardormisiz? Tuxumlarning qanchasidan jo'ja ochdingiz bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Hammasi bozorga olib chiqilgan. Joniz va uning xizmatkorlarining cho'ntaqlarini qappaytirish uchun sotib yuborilgan. Siz, Clover, tuqqan qulunlaringizning qayerda ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q, o'ylashni xayolingizga ham keltirmagansiz. Axir qarigan paytingizda joningizga aro kiradigan, boshingizga og'ir ish tushganda yengillatadigan, yuragingizga madad beradigan, og'ir ishlaringizga yelkatiradigan toyloqchilar qani? Ularning qayerdaligini siz aslo bilmaysiz, afsus bilmaysiz. Ular yoshiga kirishi bilan sotib yuborilgan. Siz ularni endi hech qachon ko'ra olmaysiz. Hayvonlar qo'l kabi ishlatilayotgan yerlarga ega bo'lish uchun bolalaringiz almashtirib yuborilgan. Qancha ko'p ishlasangiz ham qorningiz hech qachon ovqatga to'ymaydi. Qarang, poxol to'shargan supangizdan boshqa hech vaqongiz yo'q. Hattoki hayvonlarning umri ham baxtsizlik va fojia bilan tugaydi. O'rtoqlar, biz hayotning issiq sovug'ini boshimizdan o'tkazib, so'ngra qarib chirib, o'z ajalimiz bilan o'lmaymiz. Men o'zim uchun kuyinayotganim yo'q, men omadi chopgan hayvonlardan biriman. 12 yil yashab, 400 dan ortiq bola ko'rdim. Bilasiz, cho'chqalar uchun ko'p bolalilik tabiiy hol hisoblanadi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun fermadagi har bir hayvon qasob pichog'i ostida jon taslim qiladi? Umri rahmsizlik bilan muddatidan oldin tugatiladi. Ro'paramda o'tirishgan norasta cho'chqa bolalarining har biri jallod kunnasi ustida jon taslim qilib, hayot bilan vidolashadilar. Jon talvalasasidagi dahshatli o'lim qichqirig'i hammamizning boshimizda bor. Sigirlar, qo'ylar, hattoki otlar va itlar ham bunday taqdirdan qochib qutula olmaydilar. O'ksir, kuchingiz ketib munkillab qolganingizda jon sizni arzimagan pul evaziga hayvonlar uchun konserva tayyorlaydigan korxonaga sotib yuboradi. Jonivorlar uchun tayyor ozuqaga aylanasiz. Ha, odamlar sizni jallodlik bilan so'yadilar. Qattiq va chandirgo'shtingiz va suyagingizdan tulki va itlar uchun yemish tayyorlashadi. Itlar esa qarab qolib, og'izlaridagi tishlar ham bitta qolmay tushib ketgach, bo'ynlariga g'isht boylab cho'ktirib yuboradilar. O'rtoqlar, hayotimizdagi hamma yomonliklar insonlardan, ularning zo'ravonliklaridan kelib chiqayotganligi endi sizlarga ravshan bo'lgandir. O'rtoqlar, agar biz fermamizdan odamlarni quvib yuborsak, olinayotgan hamma mahsulotlar o'zimizniki bo'ladi. Biz bir kechadayoq boyib ketishimiz va ozodligimizni qo'lga kiritishimiz mumkin. Buning uchun esa jonimizni garovga qo'yib bo'lsa hamki, insonlar davlatini ag'darishimiz kerak bo'ladi. Shundagina bizga baxt qushi qo'lib boqadi. O'rtoqlar, sizlarga yetkazishni zarur deb hisoblagan fikrlarim shulardan iborat edi. Qo'zg'alonning qachon bo'lishini men ham aniq bilmayman. Ehtimolki bir haftadan keyin, ehtimolki 100 yildan keyin ro'y berar. Lekin ko'zlarim bilan oyoqlarim ostidagi poxolni aniq ko'rib turganim kabi adolatning tantanasiga to'liq ishonaman. Ha, ertami yoki kech adolat albatta g'alaba qozonadi. O'rtoqlar, haqiqat g'alaba qilgan kunni o'z ko'zingiz bilan ko'rish sizga nasib qiladi. Mening so'zlarimni kelgusi avlodga albatta yetkazing. Borlaringiz, kelajakni quruvchilar va yaratuvchilar bundan xabardor bo'lishlari juda zarurdir. Toki keyingi avlod ham g'alabaga erishmaguncha kurashni davom ettiraversin. O'rtoqlar, bu yo'lda siz hech qachon ikkilanmang. Sizni to'g'ri yo'ldan adashtirish uchun qilingan harakatlarga aslo ishonmang. Insonlar va hayvonlarning umumiy manfaatlari va qiziqishlari haqidagi uydirmalarga hech qachon quloq solmang. Insonlar va hayvonlar orasida birlikning bo'lishi aslo mumkin emas.
inson va hayvonlar o'rtasidagi monopolistik birlashmalarning ravnaqi haqidagi fikrlarning ham hammasi yolg'on. Inson xudbin va ayyordir. U faqat o'zinigina o'ylaydi. Hayvon manfaatlari uni hech qachon qiziqtirmaydi. Hayvonlar orasida to'la birlik va hamkorlikka erishsakkina bu kurashda g'olib chiqamiz. Insonlar bizning dushmanlarimiz, hayvonlar esa bizning do'stlarimizdir. Yashasin hayvonlarning umumiy birligi va hamkorligi. Hayvonlar keksa mayorning nutqini guldiroz qassaqlar va olqishlar bilan tasdiqlashdi. To'rtta kalamush inlarining og'ziga o'rmalab chiqishib, teshiklardan boshlarini chiqarishib, dumlarini taglariga bosib o'tirgan holda qari mayorning nutqini tinglayotgan edilar. Itlar ularni ko'rib qolib eriladilar. Qo'rqib ketgan kalamushlar inlariga qarab qochdi. Mayor jimlik o'rnatish uchun oldingi oyoqlarini ko'tardi. O'rtoqlar dedi. So'ngra biz bir muhim masalani hal qilib olishimiz kerak. Siz yaxshi bilasiz. Oramizda quyon, kalamush kabi yovvoyi hayvonlar ham yashashadi. Ularni safimizga qabul qilamizmi yoki yo'q? Ular bizning o'rtoqlarimizmi yoki dushmanlarimizmi? Shu masalaga aniqlik kiritib olishimiz kerak. Hozir shu masalani kun tartibiga qo'yaman. Oyoqlarimizni ko'tarib ovoz beraylik. Hayvonlar oyoqlarini ko'tarib ovoz berishdi. Ularning ko'pchiligi kalamushlarni o'z saflariga qo'shishga rozi bo'lishdi. Faqat 3 ta it va majlisda ovoz berishni o'ylab topgan keksa mayorning ikki tomonida turgan mushoqlargina qarshi chiqdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, mushoqlar har ikki tomon uchun ovoz berishgan ekan. Mayor nutqini davom ettirdi. Boshqa sizga aytilgan aytarli gaplarim yo'q. Faqat bir narsani sizga takror aytaman. Inson va uning barcha harakatlariga qarshi bo'lishdek hayvonlik burchingizni unutmang. 2 oyoqda yuradiganlar dushmanlaringiz, 4 oyoqlab yuradiganlar va qanotlari bilan uchadiganlar o'rtoqlaringizdir. Insonlarga qarshi kurashayotganingizda ularga o'xshab qolishdan saqlaning. Hatto ular ustidan g'alaba qozonganingizda ham odamlarning buzuqliklari va yomon ishlarini o'zlashtirmasligingiz kerak. Insonlarga xos bo'lgan odatlardan hamisha saqlaning. Hayvonlar hech qachon uylarida yashamasin, karavotlarda uxlamasin, spirtli ichimliklar ichmasin, tamaki chekmasin va pul ishlatmasin, savdo bilan shug'ullanmasin. Yuqoridagi xususiyatlarning hammasi insonning yovvoyi va shaytoniy xususiyatlaridir. Hammasidan ham muhimi shuki, hech bir hayvon ikkinchisi ustidan aslo hukmronlik qilmasin. Ojizlar kuchlilarga qaram bo'lmasin. Aqllilar aqli zaiflarni ezmasin. Hayvonlarning hammalari bir-birlariga birodardirlar. Shuning uchun bir-birlarini aslo o'ldirmasin. Hamma hayvonlar teng huquqlidir. Endi o'rtoqlar, kechagi tunda ko'rgan tushum haqida gapirib beray. Ko'rgan tushumni to'laligicha tasvirlab berishdan ojizman. U inson zoti qirilib ketganidan keyingi hayot haqidagi tush edi. Bu tush ko'p yillar o'tib, unutilib ketgan bir voqeani yodimga soldi. Onam va boshqa ayol cho'chqalar yoshligimda bir ajoyib qo'shiqni qo'ylashardi. Qo'shiq faqat 3 baytdangina iborat bo'lib, ohangi hayvonlarni o'ziga tortib oladi. Bolaligimda bu qo'shiqni men ham ilhom bilan qo'ylardim. Oradan ko'p yillar o'tishi bilan uni unutib qo'yganman. Kechagi ko'rgan tushum esa qo'shiqning so'zlarini ham, qo'yini ham esimga soldi. O'sha ashulaning so'zlari xotiramda tiklandi. Avlod ajdodlarimiz tomonidan qadimda kuylanib kelgan bu qo'shiqni unutib qo'ygan edik. Hozir men sizlarga o'sha ashulani aytib bermoqchiman. Ko'rib turibsizlar, qarib qolganman. Ovozim ham o'z shirasini yo'qotgan. Buning ustiga xirvillab qolganman. Lekin sizlarga o'rgatib qo'yganimdan keyin joyiga qo'yib qo'ylaysizlar degan umiddaman. Eksa mayor tomog'ini qirib olib, Angliya hayvonlari deb nomlangan ko'hna qo'shiqni qo'yay boshladi. O'zi aytganiday ovozi xirillab chiqardi, lekin bu bilinmasdi. Chunki shu qadar berilib ilhom bilan aytardiki, hayvonlar to'lqinlanib ketganliklarini ham sezmay qolishdi. Yuraklari xanadan chiqib ketguday dukullab urardi. Ko'kraklari ashulaning qo'yiga mos ravishda ko'tarilib, pastga tushardi. Ashulaning qo'yi Clementine va La Cucaracha deb ataluvchi musiqa ohanglarini esga solar va ularning oralig'idagi bir qo'yni paydo qilardi. Ey buyuk Angliyaning ezilgan hayvonlari, ey buyuk Irlandiyaning xo'rlangan hayvonlari, ey jahonning haq huquqi toptalgan hayvonlari, hamma hayvon teng hamda
adolat mayoq bo'lgan, oltin zamon qo'ylangan olov qo'shig'im tinglang. Hukmron inson mangu yo'qolib, biz kutgan kunlar albat keladi. Hosildor yerlarini oyoqqa olib, Angliya hayvonlari baxtli bo'ladi. Burnimizdan burundiqlar yechilar, belimizdan egar jabduq olinar. Qipchinlar ham tushmas, hech ustimizga tuyoqdagi taqalar mangu zanglanar, bizniki deb o'ylanmagan boyliklar, bug'doylaru arpa, suli ham pichan, makka, jovdar, loviya ham sholilar, hayvonlarga nasib bo'lar tamoman. Ozodlik g'alaba qilgan kunlarda Angliya yerida quyosh porlaydi. Suv ham sut kabi oqib tunlarda shabodasi o'ynab gul erkalaydi. Kurashla keladi, porloq kelajak, erki uchun jonimiz qurbon bo'lajak. Sigirlar, otlar, g'ozlar ham qo'rqilar baxtli kunlarga albat yetajak. Ey buyuk Angliyaning qudratli hayvonlari, ey buyuk Irlandiyaning shiddatli hayvonlari, ey fermaning mehnatdan qaqshagan hayvonlari, hamma hayvon teng hamda adolat mayoq bo'lgan, oltin zamon qo'ylangan jo'shqin qo'shig'im tinglang. Ashula hayvonlarning qonlarini qaynatib, yovvoyi hislarini qo'zg'atib yubordi. Hayvonlar qo'shiqni o'zaro qo'ylay boshlashdi. Eksa mayor bundan xotirjam bo'lib, asta ko'zlarini yumdi. Hayvonlar esa yanada baland ovoz bilan jo'rlikda qo'ylay boshlashdi. Hattoki fahm farosati kamroq bo'lgan hayvonlar ham ashulaning qo'yni va uni bir necha baytlarini o'zlashtirib olishdi. Aqlli hisoblangan cho'chqalar va itlar esa ashulani bir zumda yodlab olishib, jonu dillari bilan qayta-qayta qo'yladilar. Hayvonlar qo'shiqni bir necha marotaba takrorlanganlaridan keyin esa fermani larzaga keltirib, shiddat bilan qo'ylay boshladilar. Sigirlar mummulab, itlar vovullab, qo'ylar marab, otlar kishnab, kuchukchalar esa vangillab aytar edilar. Ashula ularning ruhini haddan tashqari ko'tarib yuborgan edi. O'rganib olganlaridan keyin ham 5 marta qaytarib baland ovoz bilan aytishdi. Agar ashula uzilib qolmaganida tun bo'yi ham to'xtamay aytishardi. Yurakni o'ynatib yuboradigan baland va shiddatli ovoz bilan aytilayotgan qo'shiq quvvatda uxlab yotgan Mister Jonsni uyg'otib yubordi. Mister Jons fermaga yovvoyi tulki o'rmaladi deb o'ylab yotoqxona burchagiga tikka qilib qo'yilgan miltiqni qo'liga olib qorong'ulikka qarab o'q uzdi. O'qlar molxona devoriga borib tegdi va devorlar orasiga kirib yo'qolib ketdi. Majlis shoshilinch tugatildi va hamma hayvonlar yotish uchun o'z supalariga tarqalishdi. Parrandalar esa qo'ndoqlariga uchib chiqishdi. So'ngra bir daqiqa ham o'tmasdan tosh qotib uxlab qolishdi. Butun fermani tun sukunati qopladi. Majlis o'tgandan keyin 3-kun kechqurun uyquga yotgan qari mayor ertalab uyqudan uyg'onmadi. Marhum mevazor bog'ning yoniga dafn etildi. Dafn marosimida o'z o'rgatib ketgan qo'shiqni hayvonlar ma'yuslik bilan qo'ylashdi. So'nggi 3 oy davomida ular juda serharakat bo'lib qoldilar. Mayorning nutq yuraklarga olov tashlab qo'ygan edi. Aqlliroq hayvonlar kelajakdagi hayotning rejalarini tuza boshlashdi. Ular rejalari bilan bog'liq vazifalar va vazifalarni bajarishdagi hayvonlik mas'uliyat haqida tinmay uqtirishardi. Mayor tomonidan bashorat qilingan qo'zg'olonning qachon bo'lishini hech bir hayvon bilmasdi. Chunki qo'zg'olon boshlanishi uchun ijtimoiy muhitning yetilishi va isyon boshlanishi uchun biron bir to'pga bo'lishi kerak edi. Lekin qo'zg'olonga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish o'zlarining hayvonlik burchlari ekanligini to'la anglab yetgandilar. Qo'zg'olonni tashkil qilish va uning mohiyatini hamma hayvonlarga birda yetkazish nihoyatda mashaqqatli vazifa edi. Bu vazifani aqlli hayvonlar cho'chqalarning zimmasiga yuklatildi. Ferma hayvonlari to'ng'izlardan ikkitasini juda hurmat qilishar, o'zlarining ulug'lari deb sanashardi. Ulardan biri Snowball, ikkinchisi esa Mister Jon sotish uchun Bokuga qo'ygan Napoleon edi. Napoleon juda bahaybat, kuchli va dadil, shiddatli, qo'rqmas Viktor to'ng'izi bo'lib ferma hayvonlari orasida unga teng keladigan yo'q edi. O'zining ishini yaxshi bilar, shuning uchun ham nimani xohlasa unga erishardi. Ishning ko'zini bilardi. Napoleon ko'p gapirmasdi. Hayvonlar orasida obro' e'tibori yaxshi edi. Napoleonga qaraganda Snowball ancha dilkash bo'lib, hayvonlar bilan tez elikishib ketardi. Ulfatchilikni juda yoqtirardi. Tezob bo'lishiga qaramasdan fikri teran,
yangiliklar yaratishga o'ch edi. Napoleon fermadagi boshqa to'ng'izlarga qaraganda qad yiroq edi. Ularning orasida fahm-farosatlisi kichkinagina, lekin semiz Kuiler degan to'ng'iz edi. Uning yuzlari tashqariga bo'rtib chiqqan bo'lib, ko'zlari yulduzdek yonardi. Harakatlari chaqqon, ovozi o'tkir edi. O'zini nihoyatda aqlli va dono hisoblardi. Jimjimador va yotroq so'zlarni ko'p ishlatardi. Ma'ruza qilayotganida yoki biror muammoni hal etish uchun bahsga kirganida hamisha tebranib, o'z og'irligini bir oyog'idan ikkinchi oyog'iga tashlab turardi. Orqasidagi dumi esa devor soatining toshlari kabi kelardi. Uning bu turishi fikrini boshqa hayvonlarga ma'qullatish uchun qo'llanadigan eng samarali usul edi. Hayvonlar Skuiler qorini oq deb ishontira oladi, deyishardi. Shu uchala cho'chqa hayvonizm ta'limotining targ'ibotchilari bo'lib, hayvonlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishda tinim nimaligini bilishmasdi. Har bir muammoni sinchiklab o'rganishardi. Mister Jons uyquga ketganidan so'ng haftaning bir necha tunlarida majlislar o'tkazishar va hayvonizm asoslari haqida uzundan uzoq ma'ruzalar qilishardi. Dastlab hayvonlar bu harakatlarga beparvolik bilan qaradilar va ahmoqona savollar bilan ham murojaat qilib turishdi. Mazza hayvonlar esa Mister Jons oldidagi hayvonlik burchlari va unga sodiqlik muammolarini ham ko'tarib chiqishar, Mister Jonsni o'zlarining yagona xo'jayini deb tan olishardi. Va zan hayvonlar muhim muammolar bo'yicha nihoyatda go'lik bilan mulohaza yuritishardi. Agar Mister Jons bo'lmasa och qolamiz. Bizning qornimizni kim ham tuydirardi? O'lganimizdan keyin qolganlar bilan ishimiz nima? Mister Jons siz yashab bo'ladimi? Yoki bu qo'zg'alon-ku albatta amalga oshar ekan. Unda biz tayyorgarlik ko'rib nima qilamiz? Tayyorgarlik ko'rdik, nima-yu ko'rmadik, nima? Baribir emasmi? Degan savollarni ham berishardi. Cho'chqalar esa bunday fikr yuritish hayvonizm ruhiyatiga mos kelmasligini tushuntirishda juda qiynalardilar. Eng ahmoqona savollar Molli ismli O tomonidan berilardi. U majlislardan birida shunday savol berdi: Qo'zg'olondan keyin hayvonlarga shakar beriladimi yoki yo'qmi? Yo'q deb javob berdi. Snowball qat'iylik bilan baland ovozda: bizning fermamizda shakar tayyorlash uchun ishlab chiqarish qurollari yo'q. Ekin, o'rtoq, u vaqtda sizga shakar kerak bo'lmaydi. Suli va pichanlar fermada yetarli miqdorda to'planadi va xohlaganingizcha yeyishingiz mumkin bo'ladi. Molly ikkinchi marotaba o'sha paytda sochlarimga lenta taqishim mumkinmi? Eb so'radi. Snowball nihoyatda hayratlanib, o'rtoq, dedi u. Siz yaxshi ko'rib sochlaringizga taqib olgan o'sha lentalar qulikning ramzidir. Nahotki ozodlik degan muqaddas tushunchaning mohiyatini anglab yetmagan bo'lsangiz. Molly Snowballning so'zlariga qarshilik bildirmadi, sukut saqladi, lekin berilgan javobdan qanoatlanmaganligi shundoqqina sezilib turardi. Cho'chqalar qo'rga o'rgatilgan Muso deb ataladigan qora qarg'a tomonidan tarqatilgan uydirmalarga qarshi kurashishning murakkab ekanligini tushunib turardilar. Gap tashuvchi va ertak aytuvchi bu qora qarg'a Mister Jonsning erkatoyi edi. U nihoyatda chiroyli so'zlar va o'z fikrini sipoylik bilan tushuntira olardi. Eshituvchining diqqatini esa darrov o'ziga jalb qilib olardi. Muso ko'pincha Shakartog' deb atalgan ajoyib o'lka haqida rivoyat o'qirdi. O'lganlaridan keyin hayvon va parrandalarning ruhlari bulutlardan ham yuqorida joylashgan Shakartog' o'lkasiga uchib ketadi deb ishontirardi. Jannat o'lkasida har yakshanba kunlari shakarqand va beda berilishi, oq qand va engir urug'idan qilingan oliy naftorlar esa oyoqlar ostida o'sib yotish haqida qiziqarli hikoya aytardi. Ko'pchilik hayvonlar Musoni yoqtirmasdilar. Mehnatdan qochib, afsonalar to'qib va aytib kun ko'rishni xushlamasdilar. Shunga qaramasdan ba'zi hayvonlar shakarqand tog'i borligiga ishonadilar. Cho'chqalar esa bu ishonchni tarqatib yuborish maqsadida qizg'in bahs olib borardilar. Cho'chqalarning ishonchli va sodiq shogirdlari Boxer va Clover edi. Ular cho'chqalarning fikrlarini so'zsiz qabul qilishar, tez o'zlashtirishar va ishontira oladigan dalillar bilan boshqa hayvonlarga tarqatishardi. Ular hech qachon mustaqil fikr yuritishmasdi. Molxona binosi ichida bo'ladigan tungi yig'inlar hanuzgacha davom etib kelardi. Ular ko'payib,
Angliya hayvonlariy qo'shig'ini jo'rlikda qo'ylash bilan yakunlanadigan bo'ldi. Qo'zg'alon cho'chqalar kutganidan ko'ra ertaroq muddatda ro'y beradigan vaziyat yetilib qoldi. Isyonni amalga oshirishda bunday imkoniyat bo'lib qolishini cho'chqalar aslo kutishmagandi. Mister Jonsning boshiga qora kunlar tushdi. U qobiliyatli fermer bo'lishiga qaramasdan sinib qoldi. Sudlashish jarayonida katta pul yo'qotdi. Og'ir qayg'uga botib, ruhi tushib ketib, o'zini bilmaydigan darajada ichkilikka berildi. Sog'lig'i ham yomonlashib borardi. Kun bo'yi oshxonadagi stulda qimirlamay o'tirib, turli ro'znomalarni o'qirg'a pivoga bo'ktirilgan non bilan musoni ovqatlantirardi. Fermadagi bo'layotgan ishlar uni qiziqtirmay qo'ydi. Ishchilari esa nihoyatda insofsiz edi. Mehnat qilishni aslo yoqtirishmasdi. Ferma dalalarga foydasiz o'simliklar ekila boshladi. Binolarning tomlari esa tuzatish va yamashga muhtoj edi. Fermani o'rab turgan to'siqlar qarovsiz holda ag'darilib yotardi. Hayvonlarga beriladigan ovqatlar ham mazza-matrasiz bo'lib, qornilarini to'ydirmasdi. Iyun oyiga kelib pichan o'rimi yaqinlashdi. Yilning eng uzun tuni Metsamyoz iftunma nosini bildirib, O'zbekistonda 24 iyunga to'g'ri keladi. Haftaning shanba kuniga to'g'ri keldi. Shu kuni Mister Jons Willingdon Angliya qishloqlaridan birining nomiga bordi. U yerda joylashgan Qizil Sher pivoxonasida odatdagidan ko'p ichib qolib ketdi va fermaga qaytib kelolmadi. Ferma ishchilari erta tongda turib sigirlarni sog'ib olishdi, so'ngra quyon ovlagani ketishdi. Ular juda shoshilganliklari tufayli hayvonlarga yem berishmadi. Mister Jons choshgohga yaqin fermaga qaytib kelib, oshxonadagi divanga cho'zildi. Yuziga Jahon axborotnomasi ro'znomasini yopib olib, qattiq uyquga ketdi. Kech tushib, vaqt allamahal bo'lganligiga qaramasdan hayvonlarga hanuzgacha ovqat berilmagandi. Hayvonlar ochlikdan toqatsizlana boshlashdi. Sigirlardan biri oziq-ovqat saqlanadigan omborxona eshigini shoxi bilan itarib ochib yubordi. Ochofotlik bilan o'zini ichkariga urdi. Uning orqasidan boshqa hayvonlar ham omborxonaga bostirib kirdilar. Saqlanayotgan oziq-ovqatlarni ochko'zlik bilan og'izlariga solib ko'rishni boshlashdi. Hayvonlarning odatdan tashqariga shovqini Mister Jonsni uyqudan yo'qotib yubordi. Quyon ovidan qaytib kelib, ahvolni ko'rgan xizmatkorlar qo'llaridagi xipchinlar bilan hayvonlarni urib hayday boshlashdi. G'azablangan ishchilar hayvonlarning oldi-orqasiga qaramay urardilar. Kun bo'yi och qolib ketgan hayvonlarning ham toqatlari tugab, o'zlarini tutolmay qolishdi va olamlarga tashlanishdi. Ularni har tomondan o'rab olib, shoxlari bilan suzib, oyoqlari bilan tepa boshladilar. Voqea shu qadar tez ro'y berdiki, uni to'xtatish va boshqarishning aslo iloji bo'lmay qoldi. Ferma ishchilari shoshib qoldilar. O'zlarini yo'qotib, qanday chora ko'rish kerakligini bilmasdilar. O'satdan ro'y bergan bu voqea Mister Jons va uning xizmatkorlarining har qanday zug'umlariga chidab kelayotgan hayvonlarning g'alayoni ularning esxonasini chiqarib yuborgandi. Bir necha daqiqalar o'tgandan keyingina odamlar o'zlarini himoya qila boshlashdi. So'ngra buning foydasiz ekanligini sezishgach, hamma xizmatkorlar 5 erkak jonlarini saqlab qolish uchungina kichkinagina arava sig'adigan so'qmoqdan ferma tashqarisidagi katta yo'l tomon orqa oldilariga qaramay qocha boshlashdi. G'alaba sururidan zavqlanib ketgan hayvonlar ularni taqib qolardilar. Mister Jons yotoqxona derazasidan bo'layotgan voqealarni kuzatib turardi. U tezlik bilan kerakli buyumlarini yig'ishtirib, sumkasiga soldi-da, boshqa yo'l bilan fermani tashlab qochdi. Musa ham qarillaganicha Mister Jonsga ergashdi. Mister Jonsning xizmatkorlarini katta yo'lga qadar quvib borishgan hayvonlar 5 panjarali temir darvozani ichkaridan berkitdilar. Hayvonlar hali qanday voqea yuz berganini anglab yetmagan edilar. U o'sha qaramayor bashorat qilib ketgan qo'zg'alon muvaffaqiyat bilan amalga oshgan edi. To'satdan boshlangan g'alayon natijasida Mister Jonsga qarashli ferma hayvonlarning ixtiyoriga o'tgan edi. Jons va uning xizmatkorlari quvulib, Manor fermasi hayvon fermasiga aylangandi. Dastlab hayvonlar ko'zlari bilan ko'rib turgan bu voqeaga ishona olmadilar. Hayvonlar birorta odam yashirinib qolmadimikan degan o'y bilan qattiq shovqin solib, tuyoqlarini yerga zar bilan urib, ferma atrofini aylanib chiqishdi.
So'ngra fermadan Jonus hukmronligining oxirgi qoldiqlarini ham yo'qotib yuborish maqsadida ferma ichiga joylashgan binolarga qarab chopdilar. Jugunxonaning eshigini buzib ochishdi. Unda saqlanayotgan suvliq, jilov, jugun, burunduqlar va it bog'laydigan zanjirlar, jallodlik uchun ishlatiladigan kundalar, hayvon so'yuvchi pichoqlar hammasini olib chiqib, ferma ichidagi quduqqa tashladilar. Hayvonlarning erkakligini yo'qotish uchun ishlatiladigan pichoqlar, suvlikni tortib turuvchi arqonlar, otning ko'zarini to'sib turish uchun boshiga kiygiziladigan tunuka qopqolar, faqat otlar uchun ishlatiladigan burun xaltalari hayvonlarning huquqini kamsitib, nufuzini yo'qotadigan barcha narsalarni ferma hovlisida to'plangan axlat uyumiga qo'shib yoqib yubordilar. O'zlari juda yomon ko'radigan xipchinarni ham olovga eritdilar. Nobol insonlarni eslatuvchi hayvonlarning barcha kiyimlarini, jumladan yakshanba kunlari otlarning yollariga taqib yasatiladigan lentalarini ham o'tga tashladi. Hamma hayvonlar yalang'och yurishlari kerak deb chiyilladi Snowball baland ovoz bilan. U so'zlarini eshitgan bokser yoz oylari quloqlariga pashsha kirib ketmasligi uchun oholdan qilingan silindr shapkalarini ham boshqa narsalar qatori olovda yoqib yubordi. Bir zumda Mister Jonsni eslatadigan hamma narsalar yo'qotildi. Napoleon hamma hayvonlarni molxonaga yig'ib, har biriga 2 hayvon tegishi miqdorida makkajo'xori ulashdi. Har bir itga 2 donadan pechenye berib chiqdi. So'ngra Angliya hayvonlari qo'shig'ini 7 marta aytishib, tungi yig'inni tugatishdi va shu kungacha nasib etmagan orombaxsh uyquga ketishdi. Hayvonlar umrlari bino bo'lib, bu qadar lazzatli uyquni bilmagan edilar. Hayvonlar ertasiga odatdagidek tong saharda uyg'ondilar. Kechagi bo'lib o'tgan g'aroyib voqeani eslashib, mamnunlik bilan yaylovga o'tlagani ketishdi. Yaylovning qoq o'rtasida atrof ko'rinib turadigan baland tepalik bor edi. Hayvonlar shu tepalikka chopib chiqishib, chuqur-chuqur nafas olishdi. Tonggi shafaqning nurlariga cho'milgan holda tabiat manzaralarini zavqlanib tomosha qildilar. Ko'zlarini yashnatib, dillarini yaratayotgan bu mislsiz go'zal tabiat va to'yib o'tlaydigan bu yam-yashil yaylov endi ularning o'zlariniki edi. Axir g'ururlanmay bo'ladimi? Yuraklarini hapriqtirib yuborayotgan shodlikdan osmonga sakrashib, muzdek shudringlar ustida yumaladilar. Yoz quyoshini emib, asalda ketirgan o'tlardan chimdib, qo'shini boshladilar. O'tlar orasidan bo'rtib ko'rinib turgan kesaklarini har tomonga tepib, yerning xushbo'y hididan mast bo'ldilar. So'ngra tepalikdan turib, hayvon fermasi joylashgan keng maydonni kuzata boshladilar. Tichazor haydalgan yerlar, mevazorlar va manzarali oromgohlarni ko'rib hayratda qoldilar. Keng va bu qadar go'zal fermaning egalari o'zlari ekanligiga ishona olmasdilar. Yaylovdan qaytgan hayvonlar Mister Jons yashagan ko'rkam bino eshiklari oldiga kelishdi va ichkariga kirgani botima olmay, nafaslarini ishlariga yutib to'xtadilar. Bir necha daqiqa o'tgandan so'ng Snowball va Napoleon yelkalari bilan eshikni itarib ochdi. Ularning orqasidan boshqa hayvonlar ergashdi. Ehtiyotkorlik bilan xonadan xonaga o'ta boshladilar. Bir-birlari bilan iloji boricha tovushlarini pastlatib, pichirlashib gaplashardi. Birdan orqa tomondan bir sigirning ajablanib mulagani eshitildi. Hayvonlar ko'zlari oldida turgan hashamatlarga yotoqxonaning partoshaklar solingan yumshoq karovatlari, pardoz oynasi, otqilari bilan bezatilgan divan, Bryusseldan keltirilgan patkalamlar va mehmonxona devoriga ilingan malika Viktoriyaning litografiya usulida chizilgan suratiga hayratlanib tikilishdi. Zinalardan pastga tushib, ferma hovlisi sahniga chiqqanlarida esa oralarida Mollining yo'qligini bilib qoldilar. Mollini Mister Jonsning pardozxonasidagi oyna stoli ustida turgan xilma-xil rangdagi lentalar olib qolgan edi. O'zlari yonib, yuzlari lovullaganicha ikkita ko'k lentani Molli ikki yelkasiga qadadi. Farosatsizligi shundoqqina aks etib turgan yuzini oynaga solib tomosha qilayotgan paytda hayvonlar Mollini topib oldilar. Uning o'ylanay qilayotgan bu harakatlarini yuziga solib aybladilar. So'ngra hammalari birgalikda pardozxonadan pastga tushishdi. Hayvonlar oshxonada osirgan cho'chqa go'shtini dafn qilish uchun
tashqariga olib chiqqan edilar. Omorxonadagi pivo bochkasi bokserning tuyoqlari zarbidan ag'darildi. Boshqa narsalarga tegmadilar. Hammalar yakdilik bilan fermadagi Mister Jons yashagan uyni muzey sifatida saqlashga, hayvonlardan hech birining u yerda yashamasligiga qaror qilishdi. Hayvonlar ovqatlanib bo'lganlaridan so'ng Snowball va Napoleon ularni yig'ilishga chaqirdi. O'rtoqlar, deb so'z boshladi. Snowball: ertadan boshlab soat 6:10 dan ish boshlanadi. Hozir kunlar uzoq bo'lib qoldi. Bizning oldimizda esa bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar nihoyatda ko'p. Bugun pichan o'rimini boshlaymiz. Boshqa qilinadigan ishlar haqida ham maslahatlashib olishimiz kerak. Cho'chqalar 3 oy davomida Mister Jonsning farzandlaridan qolgan, axlat uyumiga tashlab yuborilgan eski imlo kitoblaridan o'qish va yozishni o'rgandilar. Boshqa hayvonlarning ham savodlarini chiqarish zarurligini ta'kidlashdi. Napoleon o't va qora rangdagi bo'yoqlar to'ldirilgan paqarlarni ko'tarib, temir panjaralar bilan 5 ga bo'lingan katta yo'ldagi darvoza tomon jo'nadi. Boshqa hayvonlar ham uning orqasidan ergashishdi. Ozuini yaxshi o'zlashtirib olgan Snowball barmoqlari orasiga bo'yoq shotkasini olib, temir panjaraning eng baland qismidagi Manor ferma yozuvini qora rangga bo'yadi va uning o'rniga oq rang bilan hayvon ferma deb yozib qo'ydi. Bu fermaga qo'yilgan yangi nom edi. Bundan buyon ferma shu nom bilan yuritilishi lozim edi. Ular yana ferma ichiga qaytdilar. Snowball va Napoleon katta molxona devorining tepasiga chiqish uchun hayvonlarni shota olib kelishga yubordi. Snowball 3 oydan beri o'qish va yozishni o'rganish davomida hayvonizmning asosini 7 ta qoidaga keltirganini tushuntirib berdi. Bo'ladir, hayvon fermasining o'zgartirish kiritilmaydigan qonun moddalari edi. Hayvon fermasida yashovchilar bu qonun moddalariga amal qilishlari shart edi. Qonun moddalarini yaratishda hamma hayvonlarning tengligiga asoslanish cho'chqalar uchun oson bo'lmagandi. Snowball qiyinchilik bilan narvonga chiqib ishni boshladi. Narvonning bir necha zinalaridan asta turgan skuyer bo'yoq to'ldirilgan aqirchani Snowballga tutib turar edi. Qonun moddalari katta oq harflar bilan molxona devoriga yozila boshladi. Yozilgan harflarni 30 metr uzoqlikdan turib o'qish mumkin edi. 1.10 2 oyoqlab yuradiganlar dushman, 2-4 oyoqlab yuradiganlar va qanotlari bilan uchadiganlar do'st. 3 hayvonlar kiyim kiymasdan yalang'och yurishlari kerak. 4 hayvonlar karavotda yotmasin, 5 hayvonlar spirtli ichimliklar ichmasin, 6.10 hayvonlar bir-birlarini o'ldirmasin, 7 hamma hayvonlar teng huquqlidir. Qonun moddalari husnixat qoidalariga rioya etilgan holda yozilgan bo'lib, bir harf teskari edi xolos. Boshqa harflarning hammasi to'g'ri yozilgandi. Snowball hayvonlarga qonun moddalarini o'qib eshittirdi. Ular savodsiz bo'lganliklari uchun boshlarini qimirlatib ma'qullab qo'ya qoldilar. Aqlroqlari esa moddalarini o'rgana boshladilar. Snowball qo'lidagi bo'yoq shotkasini yerga tashlab hayvonlarga murojaat qildi. O'rtoqlar, bizni pichanzorlar kutib turibdi. Zudlik bilan pichanlarni yig'ib kelib olishimiz kerak. Jons va uning xizmatkorlaridan ehtiyot bo'lishimiz va ularning qayerda boshpana topganliklarini ham bilishimiz albatta zarur. Shundagina bizning tinchligimiz saqlanadi. Bu bizning sharaf bilan bajaradigan vazifamizdir. Sutlar yelinlarga to'lib ketib qiynalayotgan uchisiga Snowballning so'zlarini mulab bo'lib yubordi. Ular bir kecha-yu kunduz davomida sog'ilmasdan yelinlari yorilib ketguday sutga to'lib chirsillab ketgandi. Cho'chqalar bir muddat o'ylanganlaridan so'ng cho'chqachalarni paqir olib kelish uchun yubordilar. So'ngra cho'chqalar paqirlarni oyoqlari olasiga joylashtirib, sigirlarning sutlarini shovullatib sog'ib ola boshlashdi. Bir zumda 5 ta paqir yog'li sut bilan to'ldi. Hayvonlar paqirlardagi oppoq sutga va sut ustidagi ko'piklarga qiziqish bilan qaradilar. Shu payt hayvonlardan biri bu sutlarni nima qilamiz deb yubordi. Jons bizning ovqatimizga ishlatardi, dedi tovuqlardan biri. Sut haqida o'ylab boshingizni qotirmang, dedi paqirlar oldida turgan Napoleon baland ovoz bilan sut uchun qayg'urmang. Biz hozir daralardagi hosilni yig'ib olish haqida o'ylashimiz kerak. O'rtoq Snowball yig'im terimni boshqaradi. Bir ozdan keyin men ham boraman. O'rtoqlar,
Pichan yig'im terimiga olg'a. Bizni pichan kutayapti. Sovuq kunlar boshlanmasdan oldin yig'ishtirib olishimiz kerak. Ob-havo bizni kutib turmaydi. Hayvonlar pichan yiqilgan ferma yeriga yo'l olishdi va shu zahotiya o'rimni boshlab yuborishdi. Kechki payt ishdan qaytib kelganlarida esa sutning yo'qolganligini sezishdi.